2026 yilgi futbol bo'yicha jahon chempionati finalidagi Half Time shou nafaqat musiqiy chiqish, balki moda tarixiga aylangan lahza bo'ldi. BTS sahnada mavsumning eng kuchli trendi blokkor uslubini namoyish etdi. Britaniya futbol madaniyatidan ilhomlangan ushbu estetika sport va yuqori modani birlashtirdi. Har bir obraz aynan shu chiqish uchun maxsus tikilgan. Londonning Dosis G6C brendi esa futbol to'pi, hakam xushtagi va chempionlik yulduzlaridan ilhomlangan eksklyuziv taqinchoqlar yaratdi. Har bir BTS a'zosi o'z xarakterini uslub orqali ko'rsatdi. Jungkook reskor va biker estetikasi, Jimin sof futbol uslubi, Taehyun vintaj va charm uyg'unligi, Jin monoxrom qizil obraz, J-Hope zamonaviy streetwear, Sugar Britan futbol ruhini, RM esa futuristik minimalizmni namoyon etdi. Eng qizig'i, barcha obrazlar sport estetikasini saqlagan holda har bir a'zoning individual uslubini ham mukammal aks ettirdi. Natijada BTS yana bir bor ular shunchaki sahnaga chiqmasligini, ular trend yaratishligini isbotladi va 2026-yilgi jahon chempionati Half shousi buning yana bir yorqin isboti bo'ldi.